Bugun men juda muhim savolni tushuntirib beraman. Nega avgust oyida barcha pensionerlarga pensiya bir xil miqdorda qo'shilmaydi? Ko'pchilik aynan shu joyda adashadi. Bir qo'shni menga 1,2 ming so'm qo'shildi deydi. Boshqasi menga taqamli ming qo'shildi deydi. Yana kimdir meniki deyarli o'zgarmadi deb xavotirga tushadi. Bu masala har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, oilasida keksasi bor har bir xonadonga tegishli. Chunki pensiya oshishi hammaning cho'ntagiga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida nima uchun hamma pensionerga bir xil qo'shilmasligini, kimlarda oshish katta bo'lishini, kimlarda kamroq bo'lishini, qaysi holatda umuman kutganingizdek chiqmasligini va agar hisob-kitobda xato deb o'ylasangiz nima qilish kerakligini batafsil tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bu kabi tushuntirishlar aynan sizga va yaqinlaringizga kerak bo'ladi. Men avvalo bitta asosiy narsani aytib qo'yaman. Pensiya oshishi deganda hamma vaqt ham hammaning pensiyasiga bir xil pul qo'shiladi degani emas. Odamlar ko'pincha yangilikda pensiyalar falon foizga oshiriladi yoki bazaviy miqdor oshdi degan gapni eshitadi-da, darrov shunday xulosa qiladi. Demak, meniki pensiya tizimi bunda ishlamaydi. Pensiya odatda bir nechta omillarga bog'liq bo'ladi. Fuqaroning ish staji, avval olgan oyliklari, pensiya turi, eng kam pensiya miqdori, ustamalar, qo'shimcha to'lovlar, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati, yoshga doir pensiya yoki ijtimoiy nafaqa ekanligi, shuningdek ayrim toifalar uchun alohida imtiyozlar. Shu sababli avgust oyida oshirish bo'lsa ham har bir odamning yakuniy summasi alohida hisoblanadi. Oldin ham shunday bo'lgan. Pensiya oshirilganda kimdir foiz hisobida ko'proq pul olgan, kimdir kamroq. Lekin odamlar ko'pincha buni sezmagan. Chunki ayrim davrlarda oshishlar nisbatan soddaroq ko'ringan. Masalan, minimal miqdor oshgan, ayrim ustamalar o'zgargan yoki barcha turdagi pensiyalar indeksatsiya qilingan. Hozir esa fuqarolar ko'proq ma'lumot olishmoqda, bank kartalariga tushgan pulni darhol solishtirishmoqda, Telegram guruhlarda bir-biri bilan raqamlarni taqqoslashmoqda. Natijada nega menga boshqacha, unga boshqacha degan savol ko'paymoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, pensiya hisobida shunchaki barchaga teng qo'shish emas, balki har bir pensionerning avvalgi pensiya bazasi va unga tegishli qo'shimcha to'lovlar alohida ko'riladi. Agar qarorda foizli oshirish belgilangan bo'lsa, foiz har kimning o'z pensiya miqdoriga nisbatan qo'llanadi. Agar eng kam pensiya miqdori oshirilsa, bu eng avvalo eng kam darajada pensiya olayotganlarga ta'sir qiladi. Agar qo'shimcha ustama yoki kompensatsiya o'zgarsa, faqat o'sha ustamaga haqli bo'lganlarga ta'sir qiladi. Asosiy qism nimani bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak. Men endi eng muhim savolga o'taman. Nega bir pensionerga ko'proq, boshqasiga kamroq qo'shiladi? Birinchi sabab, pensiya miqdori har xil bo'lgani uchun foizli oshish ham har xil pul beradi. Masalan, ikkita pensionerni olaylik. Birinchi pensioner oyga 200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsin. Ikkinchi pensioner esa 1 million 200 ming so'm olayotgan bo'lsin. Agar pensiya shartli ravishda uni foizga oshirilsa, birinchi pensionerga 200 ming so'm qo'shiladi. Ikkinchisiga esa 180 ming so'm qo'shiladi. Ikkalasiga ham bir xil foiz qo'llandi, lekin pul ko'rinishida farq katta bo'ldi. Shu joyda odamlar ko'pincha nega unga 180 ming, menga 80 ming deb o'ylaydi. Sabab juda oddiy. Boshlang'ich pensiya summasi boshqacha. Ikkinchi sabab, eng kam pensiya darajasiga yaqin pensionerlar alohida holatda bo'ladi. Agar pensioner juda kam pensiya olayotgan bo'lsa, davlat eng kam kafolatlangan miqdor orqali uni ma'lum darajaga yetkazishi mumkin. Bunda ba'zida oddiy foiz oshishi emas, balki minimal chegaraga yetkazish mexanizmi ishlaydi. Masalan, bir pensioner 700 ming so'm olayotgan bo'lsin. Eng kam to'lov darajasi esa yangi tartibda 800 ming so'mga yaqinlashsa, uning pensiyasi 80 ming so'mga ko'tarilishi mumkin. Boshqa pensioner esa allaqachon 1 million 500 ming so'm olayotgan bo'lsa, unga minimal chegaraga yetkazish ta'sir qilmaydi. U faqat umumiy indeksatsiya yoki boshqa ustamalar bo'yicha oshadi. Uchinchi sabab, ish staji va oylik ma'lumotlari har xil. Pensiya hamma 6 yoshga chiqdi. Demak, hammasi bir xil oladi degan qoidaga asoslanmaydi. Kimdir 35 yil rasmiy ishlagan, kimdir 10 yil ishlagan, kimdir uzoq vaqt norasmiy ishlagan, kimdir bolalar tarbiyasi parvarish, mavsumiy ishlar sabab rasmiy stajni to'liq yig'a olmagan. Rasmiy hujjat ko'rgan staj qancha bo'lsa, pensiya hisobiga shuncha ta'sir qiladi.
Shuning uchun avgustdagi o'sish ham asl pensiya miqdoriga bog'langan holda farqlanadi. Masalan, opa-singil bo'lgan ikki ayolni olaylik. Birinchisi 30 yil maktabda o'qituvchi bo'lib rasmiy ishlagan, barcha oyliklari hujjatlarda bor. Ikkinchisi esa 15 yil ishlagan, keyin uyda farzand tarbiyasi bilan bo'lgan. Ayrim ish joylarida rasmiy shartnomasi ishlagan. Ikkalasi ham bir yoshda pensiyaga chiqqan bo'lishi mumkin, lekin pensiya miqdori bir xil bo'lmaydi. Avgustdagi oshish ham bir xil chiqmasligi tabiiy. To'rtinchi sabab. Pensiya turi boshqacha bo'lishi mumkin. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, kam ta'minlanganlik asosidagi yordamlar yoki alohida toifadagi to'lovlar bir-biridan farq qiladi. Odamlar esa bularning barchasini umumiy qilib pensiya deb ataydi. Aslida har birining qonuniy asoslari va hisoblash tartibi boshqa. Misol uchun, bir kishi yoshga doir pensiya oladi. Ya'ni u o'z ish staji va ish haqi asosida pensiyaga chiqqan. Ikkinchi kishi nogironlik pensiyasi oladi. Unda nogironlik guruhi, mehnatga layoqat darajasi, staj, ayrim tibbiy hujjatlar ta'sir qiladi. Uchinchi oilada esa boquvchisini yo'qotgan bolaga to'lov qilinadi. Avgustdagi oshish har bir toifa bo'yicha bir xil mexanizmda bo'lmasligi mumkin. Beshinchi sabab, ustamalar ham hammada bir xil emas. Ayrim pensionerlarda mehnat faxriysi, urush qatnashchisi, nogironlik bo'yicha qo'shimcha, alohida xizmatlar uchun ustama, parvarishga muhtojlik bo'yicha qo'shimcha yoki boshqa qonuniy to'lovlar bo'lishi mumkin. Ba'zi ustamalar oshiriladigan bazaga kiradi. Ba'zilari alohida belgilanadi. Ba'zilariga foiz qo'llanmasligi mumkin. Natijada pensiya varaqasida yoki bank kartasiga tushgan yakuniy summa boshqacha ko'rinadi. Birinchi misol. Anvar aka 1 million so'm pensiya oladi. Uning pensiyasi oddiy yoshga doir pensiya, ustamalari yo'q. Agar umumiy indeksatsiya 10% bo'lsa, u taxminan 100 ming so'm qo'shimcha ko'rishi mumkin. Yakuniy summa 1 million 100 ming so'mga yaqinlashadi. Ikkinchi misol. Salima opa 30 ming so'm atrofida pensiya oladi, lekin yangi tartibda eng kam pensiya darajasi oshgani uchun uning pensiyasi 800 ming so'mgacha yetkazildi deb tasavvur qilaylik. Bu holatda Salima opa 100 ming so'm qo'shimcha oladi. U menga ham 10% bo'lsa 700 ming bo'lish kerak edi, nega 100 ming bo'ldi deb hayron bo'lishi mumkin. Sabab, uning holatida minimal kafolat ta'sir qilgan. Uchinchi misol, Karim aka 2 million 5 ming so'm pensiya oladi. U uzoq yil rahbar lavozimida ishlagan, oyliklari yuqori bo'lgan. Agar 10% oshish qo'llansa, unga 2 ming so'm qo'shiladi. Yo'n qo'shnisi esa 900 ming so'm olgan va unga 90 ming so'm qo'shilgan. Bu adolatsizlikdek ko'rinishi mumkin, lekin hisob usuli foizli bo'lsa, natija shunday chiqadi. To'rtinchi misol. Gulchehra opa nogironlik pensiyasi va qo'shimcha ustama oladi. Uning asosiy pensiyasi bir miqdor, ustamasi alohida miqdor. Avgustda faqat asosiy pensiya qismi oshgan bo'lsa, umumiy summa kutilgandan kamroq ko'tarilgandek ko'rinadi. Chunki odamlar odatda men jami 20 million 200 ming olayapman, demak uning foiz 200 ming bo'lishi kerak deb hisoblaydi. Lekin agar 1 million 200 mingning ichida 200 ming so'm alohida ustama bo'lsa va oshish faqat 1 million so'mlik asosiy qismga qo'llansa, qo'shimcha 100 ming bo'ladi, 120 ming emas. Beshinchi misol. Bir oilada boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bor. Masalan, 2 nafar voyaga yetmagan bola otasidan keyin to'lov oladi. Bu to'lovlar oiladagi nafaqa oluvchilar soniga, boquvchining stajiga, belgilangan minimal chegaralarga bog'liq. Avgustdagi oshish bu oilada bitta pensionerning yoshga doir pensiyasidan boshqacha hisoblanishi mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Agar sizning pensiyangiz umuman oshmagan bo'lsa yoki yangilikdagi foiz e'lon qilingan bo'lsa-yu, sizning to'lovingizda hech qanday o'zgarish ko'rinmasa, albatta tekshirish kerak. Agar sizga juda kam miqdor qo'shilgan bo'lsa va buning sababi tushunarli bo'lmasa, tekshirish kerak. Agar bir oyda pul kam tushib, keyingi oyda ko'proq tushishi aytilgan bo'lsa, bu qayta hisoblash yoki oy kesimda to'lov davri bilan bog'liq bo'lishi mumkin, lekin baribir aniqlashtirib oling. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar sizga qo'shilgan summa qo'shningiznikidan farq qilsa, bu o'z-o'zidan xato degani emas. Agar sizning pensiyangiz turi boshqa bo'lsa, stajingiz boshqa bo'lsa, ustamalaringiz boshqa bo'lsa, natija ham boshqa bo'ladi. Agar oy boshida emas, oy o'rtasida to'lov tushsa yoki bank kartasida kechikish bo'lsa, bu ham har doim hisob-kitob xatosi degani emas. To'lov grafigi, bankdagi texnik jarayonlar, tashkilotlararo ma'lumot almashinuvi ham ta'sir qilishi mumkin.
Endi eng ko'p tushunmovchilik chiqaradigan joylarni aytaman. Birinchi nozik jihat foiz va so'mni aralashtirmaslik kerak. Yangilikda foiz aytilgan bo'lsa, har kim o'z pensiyasidan kelib chiqib hisoblaydi. Agar aniq so'm miqdori aytilgan bo'lsa, unda ham shartlarga qarash kerak. Masalan, eng kam pensiya miqdori oshirildi degani hamma pensiyaga shu miqdor qo'shildi degani emas. Bu faqat eng kam darajaga taalluqli bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat. Pensiya ichidagi barcha pullar bir xil maqomda emas. Siz kartaga tushgan umumiy summani ko'rasiz, lekin uning ichida asosiy pensiya, kompensatsiya, ustama, qo'shimcha yordam, oldingi oydan qolgan farq, ba'zan qayta hisoblangan to'lov bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat karta kirimini ko'rib xulosa qilish to'g'ri emas. Pensiya jamg'armasidagi shaxsiy hisob ma'lumotida bu tarkib aniqroq ko'rinadi. Uchinchi nozik jihat qayta hisoblash hamma uchun bir kunda yakunlanmasligi mumkin. Ayrim paytda qaror avgustdan kuchga kiradi. Lekin amaliy hisob-kitoblar texnik jihatdan bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Natijada bir pensioner avgustning o'zida to'liq oshirilgan summani oladi, boshqasi keyingi to'lovda farqi bilan olishi mumkin. Bu holatda asosiysi sizga tegishli davr uchun farq puli hisoblanadimi, yo'qmi? Shuni tekshirish kerak. 4-chi nozik jihat. Ishlayotgan pensionerlar bilan bog'liq holatlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqanidan keyin ham ishlashda davom etadi. Ularning pensiyasi, ijtimoiy sug'urta badallari, qayta hisoblash imkoniyati va ayrim ustamalari alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ma'lum davr o'tgach qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Lekin bu avgustdagi umumiy oshirish bilan bir xil narsa emas. Odamlar ko'pincha buni aralashtirib yuboradi. Men ishladim. Demak, avgustda ko'proq qo'shilishi kerak edi deb o'ylaydi. Aslida avgustdagi indeksatsiya boshqa. Ishlagan davr uchun qayta hisoblash boshqa jarayon. 5-nozik jihat, staj hujjatlaridagi xatolar. Juda ko'p holatda pensioner yillar davomida kamroq pensiya olayotganini kech biladi. Sababi mehnat daftarchasidagi yozuv noto'g'ri bo'lgan, arxiv ma'lumoti topilmagan, korxona nomi o'zgargan, ish haqi haqida ma'lumot to'liq kiritilmagan yoki ayrim davrlar stajga qo'shilmagan bo'ladi. Avgustdagi oshish esa mavjud pensiya miqdoriga qo'llanadi. Agar asosiy pensiya avvaldan noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, oshish ham o'sha noto'g'ri bazadan kelib chiqadi. Masalan, Rustam aka 28 yil ishlaganman deb biladi. Lekin tizimda 23 yil ko'rinadi. Unga avgustda pensiya asosida hisoblangan pensiyaga nisbatan oshiriladi. Agar u 5 yil stajini tasdiqlasa, asosiy pensiya qayta ko'rilishi mumkin. Demak, muammo avgustdagi qo'shimchada emas, pensiyaning avvalgi bazasida bo'lishi mumkin. 6-nozik shart, qo'shni bilan bir zavodda ishlaganman degan dalil yetarli emas. Siz bir joyda ishlagan bo'lishingiz mumkin, lekin lavozim, oylik, ish davomiyligi, ishga kirgan va chiqqan sanalar, zararli sharoit, imtiyozli staj, rasmiy hujjatlar farq qiladi. Bir zavodda biri ustachi, biri qorovul, biri buxgalter, biri sex boshlig'i bo'lgan bo'lsa, pensiya bir xil bo'lmaydi. Avgustdagi qo'shimcha bir xil chiqmaydi. 7-nozik jihat, ijtimoiy nafaqa bilan mehnat pensiyasi farq qiladi. Ayrim fuqarolar yetarli stajga ega bo'lmagani uchun mehnat pensiyasi emas, ijtimoiy nafaqa oladi. Ularning to'lovi davlat tomonidan belgilangan miqdorlar asosida bo'ladi. Bu toifaga oshirish alohida tartibda ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men ham pensionerman, nega yoshga doir pensiya oladigan odamdek oshmadi degan savolga javob shu. To'lov turi boshqa. 8-nozik jihat, qarz, ushlab qolish yoki ijro hujjatlari bo'lishi mumkin. Ba'zan pensiya oshadi, lekin pensioner kartasiga tushgan pul ko'p ko'rinmaydi. Sababi aliment kredit qarzi, sud qarori, ortiqcha to'langan summani qaytarish, ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya hisobda oshgan bo'ladi, lekin qo'lga tegadigan summa ushlab qolishlar sabab kamayadi. Buni aniqlash uchun faqat bank SMS-ga qarash yetmaydi, pensiya bo'limidan yoki ijro organidan ma'lumot olish kerak. 9-nozik jihat, oy ulushi. Agar pensioner yangi pensiyaga avgust oyining o'rtasida yoki hujjat tasdiqlangan sanadan boshlab haqli bo'lsa, to'lov to'liq oy uchun emas, kunlar bo'yicha hisoblanishi mumkin. Bu ayniqsa yangi pensiyaga chiqqanlar, qayta hisoblash arizasi berganlar, nogironlik guruhi o'zgarganlar yoki boquvchisini yo'qotganlik holatida hujjat kech rasmiylashganlarda uchraydi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar siz avgustda pensiyangizga qancha qo'shilganini tushunmasangiz yoki xato bor deb o'ylasangiz, men tavsiya qiladigan tartib shunday. Birinchi qadam,
oxirgi 3 oyda tushgan pensiya summalarini yozib chiqing. Iyulda qancha tushdi? Avgustda qancha tushdi? Sentyabrda qancha tushdi? Faqat taxmin bilan emas, aniq raqam bilan yozing. Men bank SMS'i mobil ilova bankdan chiqarma yoki naqd olgan bo'lsangiz to'lov qaydnomasiga qarang. Ba'zan odam menga qo'shilmadi deydi. Lekin aslida qo'shilgan. Faqat oldingi oyda boshqa qo'shimcha to'lov bo'lgani uchun farq bilinmagan bo'ladi. Ikkinchi qadam, pensiyangiz tarkibini aniqlang. Sizning umumiy summangiz nimadan iborat? Asosiy pensiya qancha? Ustama bormi? Qo'shimcha kompensatsiya bormi? Oldingi qayta hisoblash farqi bormi? Buni bilmasdan turib, menga nechta foiz qo'shilishi kerak edi deb to'g'ri hisoblab bo'lmaydi. Uchinchi qadam. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda aniq savol bering. Mening avgust oyidagi pensiyam qanday tartibda qayta hisoblanganini, asosiy pensiya miqdori va ustamalar kesimida yozma tushuntirib berishingizni so'rayman. Mana shu jumla juda muhim. Og'zaki so'rasangiz sizga qisqa javob berishlari mumkin. Yozma murojaat qilsangiz javob ham aniqroq bo'ladi. 4-qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Odatda sizga pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi ma'lumotlari, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotlari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar. Nogironlik bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari, boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, tegishli guvohnomalar kerak bo'lishi mumkin. Agar staj bo'yicha e'tirozingiz bo'lsa, ayniqsa arxiv hujjatlari muhim. 5-qadam. Pensiya hisobida qaysi davrlar inobatga olinganini so'rang. Juda ko'p odam faqat qancha qo'shildi deb so'raydi. Men esa sizga boshqacha savol berishni maslahat beraman. Mening pensiyamni hisoblashda qaysi ish davrlarim stajga kiritilgan, qaysi ish haqi ma'lumotlari asos qilib olingan. Chunki muammo aynan shu yerda bo'lishi mumkin. 6-qadam, agar javobdan qoniqmasangiz, yug'ori tashkilotga yoki rasmiy murojaat platformalari orqali yozing. Murojaatda hissiyot bilan emas, aniq raqamlar bilan yozing. Masalan, iyul oyida 1 million so'm oldim. Avgust oyida 1 million so'm tushdi. E'lon qilingan oshirishdan kelib chiqib, hisob kitobni tushunmadim. Pensiyam tarkibi va qayta hisoblash asoslarini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Shunday bo'lsangiz, mas'ullar umumiy gap bilan emas, hisob kitob bilan javob berishga majbur bo'ladi. 7-qadam. Qo'shnilar bilan solishtirishni asosiy dalil qilmang. Men tushunaman, odamlar bir-biri bilan gaplashadi, bu tabiiy. Lekin pensiya jamg'armasiga qo'shnimga ko'proq qo'shilibdi deb borish kuchli dalil emas. Kuchli dalil bu sizning hujjatingiz, stajingiz, oylik ma'lumotingiz, pensiya turi va qonuniy hisob kitobingiz. 8-qadam. Agar pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan bo'lsangiz, qayta hisoblash imkoniyatini alohida so'rang. Bu avgustdagi oshirishdan boshqa masala. Siz pensiyaga chiqqanimdan keyin rasmiy ishlagan davrim bo'yicha pensiyani qayta hisoblashga asos bormi deb so'rashingiz kerak. Agar asos bo'lsa, ariza berasiz, ish joyidan ma'lumotlar tekshiriladi va belgilangan tartibda qayta ko'riladi. 9-qadam. Hujjatlaringizdagi ismlar, sanalar va tashkilot nomlarini tekshiring. Ayniqsa eski mehnat daftarchalarida familiya xatolari, tug'ilgan sana xatolari, buyruq raqami noto'g'ri yozilgani, muhr tushunarsizligi ko'p uchraydi. Bitta kichik xato ham stajni tasdiqlashda muammo tug'dirishi mumkin. Agar ayollar turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan bo'lsa. Nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlarni ham tayyorlab qo'yish kerak. 10-qadam. Agar haqiqatan ham xato aniqlansa, farq pulini qaysi sanadan hisoblashlarini aniqlang. Ba'zan xato tuzatiladi, lekin odam oldingi oylar uchun ham farq beriladimi deb so'ramaydi. Bu juda muhim. Chunki qonunchilikdagi tartibga qarab qayta hisoblangan pul muayyan davrdan boshlab to'lanishi mumkin. Shuning uchun murojaatda agar qayta hisoblash natijasida farq yuzaga kelsa, qaysi davrdan boshlab to'lanishini ko'rsatishingizni so'rayman deb yozing. Men yana bir amaliy maslahat beraman. Oilangizdagi pensionerlarning hujjatlarini farzandlari ham ko'rib chiqsin. Ko'p keksalar raqamlarni, qarorlarni, foizlarni, bank ilovalarini tushunishga qiynaladi. Farzandlar yordam bersa, xato tezroq topiladi. Lekin keksalarni qo'rqitmang. Sizni aldashibdi deb vahima qilmang. Avval hujjatni ko'ring, hisob kitobni so'rang, keyin xulosa qiling. Demak, avgust oyida barcha pensionerlarga bir xil qo'shilmasligining asosiy sababi shuki, pensiya har bir odam uchun alohida hisoblanadi. Kimning staji boshqa, kimning oyligi boshqa, kimning pensiya turi boshqa, kimda ustama bor, kimda yo'q, kim minimal darajaga yaqin, kim yuqoriroq pensiya oladi.
foiz bir xil bo'lishi mumkin. Lekin pul miqdori har xil chiqadi. Eng kam pensiya oshsa, bu avvalo past miqdorda oluvchilarga ta'sir qiladi. Ustamalar bo'lsa, ular hammasi bir xil oshmasligi mumkin. Agar sizda shubha bo'lsa, eng to'g'ri yo'l. Oxirgi to'lovlarni yozib chiqing. Pensiya tarkibini so'rang. Pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Staj va ish haqi hujjatlarini tekshirtiring. Shunda siz taxmin bilan emas, aniq hisob-kitob bilan gaplashasiz. Agar sizning pensiyangiz avgustda qancha oshganini tushunmayotgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Oldin qancha olardingiz, hozir qancha tushdi, pensiya turi qanday? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni yana ham aniq misollar bilan tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner ota-onangizga, qo'shnilaringizga, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot ba'zan odamning oylik daromadini himoya qilib qoladi.